darajadagi batareya 8550 mAh. Bu ko'rsatkich hatto ko'plab planshetlarnikidan ham ko'proq. Odatda o'yin smartfonlari 5000-6000 mAh batareyaga ega bo'ladi. 8550 mAh bilan 1,5 kunlik quvvat haqiqatga juda yaqin. Chunki o'yinlar energiyani juda tez sarflaydi. Faol havo sovutish. Redmi seriyasida birinchi marta o'rnatilgan kuler, fan, bu juda katta yangilik. Bu qurilma og'ir o'yinlarda, masalan, Genshin Impact yoki PUBG, qizib ketmasligini va protsessor unumdorligi pasaymasligini throttling ta'minlaydi. Ekran 165 GHz. 165 GHz yangilanish tezligi o'ta silliq harakatlanishni anglatadi. 6.833 dyumli ekran esa o'yin jarayonini maksimal darajada qulay qiladi. Kamera va multimedia. 50 megapikselli kamera va 8K yozuv bu o'yin smartfoni uchun bonus. Odatda gamerlar kameraga uncha e'tibor bermaydilar, lekin sifatli kamera mavjudligi smartfonni har tomonlama universal qurilmaga aylantiradi. Savol tug'iladi. Bunday ulkan batareya va kuler bilan smartfonning vazni va qalinligi qanday bo'lar ekan? Odatda bunday sig'imli akkumulyatorlar telefonni ancha og'irlashtiradi, taxminan 230 dan 250 gram atrofida. Sizningcha, Xiaomi bu smartfon bilan Asus ROG Phone yoki Red Magic kabi professional o'yin smartfonlarini taxtidan tushira oladimi?